Xo'sh, barchaga salom do'stlar, sizlar bilan Farhodman. Bugungi videoda Roblox ochishni o'rganamiz. Robloxga kiramiz, turtib siz akkauntga bosamiz. Bu yerdan tug'ilgan kunlarini kirgizasizlar. Men kirgizmayman chunki mana o'zimning akkauntim bor. Bu yerga ismlarini yozasizlar. Keyin o'g'il yoki qizliklarini tanlaysizlar. Men o'zimning akkauntim bor, shuning uchun void'ni bosaman men. Mening akkauntim rahariga 697. Hozir kiryaptim ana. O'zi parolni ko'rsatmasligim kerak edi. Ko'rsatdim-da, sizlarga rahmim kelib kirib bu narsani obunachilarim dedinglar. Bu zayba nega ishlamayapti? Voydi. Kamerani chaga bosaymi? Hech bo'lmasa shu ochilsin. Ochil, please. Shu saypa. Elektron pochtamda bilmayman-da. Hozir boyani kirgizib olaylik. Raharagini. Fake account. Xullas shu o'zlaring mening akkauntimda o'ynayverasizlar. Ochilmadim. Lekin mana sizlarga yaxshi kuchaygan akkauntni beryapman. Ko'p narsasi kuchaygan. Hozir. Mana ochildi. Mana ochdim. Mana ko'rdinglarmi? O'ynashmaylarmi bilan. O'tgan videoni Gavboy magnatda chiqargan ekanman. Ikkita oldingi videoni. Keyingi video ana shu yerdan qaysi o'yinda chiqsin, mana shuncha o'yinim bor. Qaysida chiqsin o'zlaring kommentda yozib ketinglar. Men shunga qarab videoni chiqaraman.